Hozir boraman qishloqqa, iltimos, hozir to'xtab tur, 1 minut, iltimos, hozir boraman. Barchaga salom, men Kompot. Bizning yangigina videomizga xush kelibsizlar. Qarochi, bola hozirgina meni qishloqlar chaqiryapti, nimagaligini bilmadim. Qo'ng'iroq qilib haldan beri chaqiryapti, nimagaligini o'zim ham bilmayman. Bir narsa deyishdi. Men hayronman, xo'sh. Nimaga chaqirishdi ekan? Hozir ko'raylikchi, nimaga chaqirishdi? Ana hammasi to'planib turishibdi. Hozir topdilar, o'tib olay. Oyum-oyu, bu nima? Kompot, keldingmi? Yaxshi bo'ldi kelganing. Ha, keldim. Bu nima bo'ldi qishloqqa? Kompot, biz hamma yoqqa teleport qiladigan portal yaratdik. Короче, любой shu Minecraft любой joyga teleport qila oladi. Bu aniq ishlaydimi o'zi? Qaranglar, bu nimagadir tiniqlikmi? Tiriqlar hammasi ximический narsalarga qo'shilgan. Bu hech qachon 100% o'xshaydi. Men buni ishlashiga ishonmayapman. Hozir men mana bir ichakda bo'lsaman, tinitib portlaydi, hamma yer portlab ketadi. Yo'q, kerak emas. Kompot, bizga ishonaver, 100% ishlaydi. Endi bilmay qoldim, ishlaydimi, ishlamaydimi, lekin men xohlamayman. Sen ishlatsang aniq ishlaydi. Sen axir o'yinchisan-ku, ishla. Yo'q, men xohlamayman. Mana shu yerda shuncha odam bor. Kompot, tushunmayapsan, buni faqat o'yinchi qila oladi. Nimaga обязательно men? Boshqa o'yinchi qurib qolibdimi mendan tashqari? Любой odam chaqiringlar, boshqa odam qilsin, iltimos. Menga aralashtirmanglar, umuman bunaqa jinsiyatsizlar. Stop, qishloqlar, bo'ldi. Qarochi, buni ishlatmasligimiz sababi, Qanaqa sabab ekan, aytchi, qani? Sababi, menda bunaqa portal уже bor. Men buni ishlatmayman, o'zimniki bor. Nima? Qanaqasiga? Ha, rostdan ham bor. Sizlarnikidan 100 barobar ishlaydigan portalim bor. Любой qishloqqa teleport qiladi avtomatik. Любой, ayni Minecraftda любой joyga teleport qila oladi. Aniq bormi yoki quloqqalami o'ylayapsanmi? Qanaqasiga aldashim mumkin? Ishonasizlarmi, meni portalim даже har portalga kirib chiqqaningda senga izimurd beradi, o'ylayapsizlarmi? Qanaqasiga? Shu uchun ham sizlar portallarni ishlatishni xohlamayman. O'zimning portalim bor. Yo'q, kerak emas. O'zimning portalimni ishlataman. Zo'rg'a qutulib oldim bolalar, o'zim qishloqlardan. O'zi menda hech qanaqa portal yo'q. Qanaqasiga bilan qarachi aldadim xolos. Mayli qishloqlar, mayli Kompot bizni qanacha ketib qoldi. Kompot ham demak o'zim ishlataman, mayli. Hech qanday muammo bo'lmaydi. Hozir men o'zim ishlatib beraman. Hozir yozamiz, bo'ldi. Endi esa mana bu tugmani bossa ishlashi kerak. Qochib turay, men kiraman birinchi o'rnib. Xo'sh, qanacha qishloqlar, davay boshlaymiz. Davay, let's go. Qanacha hozir mana bu bosaman va tushunmadim. Nimaga hammasi ovotar yoqishdi? Nimanidir ovoz eshitildimi? Menga eshitilmagan. Yo'q, bu narsani ovoz eshitildi. O'taki tiniq ovoz eshitilgandek. Yo'q, faqat u emas. Portladi demanglar, iltimos, faqat bu. Oy, portlabdi-yu, baribir nima qildinglar? Kompot ishlamadi, afsus. Men bilganim ishlamasligini. Ey, qishloqqa nima bo'ldi? Qishloqqa nima bo'ldi senga? Tura qol. Qishloqlar, men sizlarga nima degandim? Ishlamay dedimmi? Nimaga ishlatdinglar buni? Qaranglar, hammani xatarga soldinglar. Kompot, sen qayerdan bilganding ishlamasin? Ko'rinib bila turuvdi-yu, ishlamasligini. Qaranglar, tiniqlari bor edi, g'alati. Вообще bu aniq ishlamasi. Sizlar qanaqasiga ishlatdinglar? Endi hamma yer buzildi. Hamma yer to'g'irlaylar endi. Kompot, senda portal bor edi axir. O'sha portalni mana buni joylarni qaytarsa bo'ladi-yu, orqaga qaytish mumkin. Qaytaylik, davay. Meni portalim u sal eskirib qolganda, sal sinibmidi, shunaqaroq. Kompot, bizni alda olmaysan, aniq bor-ku. Qo'yaringlar, prosta o'zimizda to'g'rilasak ham bo'ladi-yu, oddiylar olsin. Xo'p, to'g'rilaymiz, lekin bizga portalni ko'rsatsang bo'ldi. Ko'rsatsangmi to'g'rilashni boshlaymiz. Bular osonda to'g'rilab qo'yasizlar-ku, bunchalik qiyin emas-ku. Ko'rishinglar shart emas, prosta to'g'rilab qo'yasizlar bo'ldi, qiyin emas-ku axir. Kompot, ko'rsata qol. Yo'q, qishloqlar, bo'ldi, hech narsani ko'rsatmayman, men ketdim, xayr. Hammaga oppa bo'ldi. Hech qanday portal yo'q. Bo'ldi. Zo'rg'a qutulib oldim bolalar. Bo'lib bekor oldadimmi deymanda. Lekin
boshqa ilojim ham yo'q edi. Bo'ldi, endi kelishmaydi, tinchgina o'tiramiz. Bo'ldi. Kim to'qlatyapti? Yaramas. Faqat bu emas. Tushunmadim. Qishloqlar yo-moyo, nima kelib oldinglar? Biz yo'ldan kelmadik. Biz sening portalingni ko'rgani keldik. Davay ko'rsata qo'y. Yo'q, qishloqlar yo'q. Bu mening portalim, yo'q, ko'rsatmayman. Kapot ko'rsata qo'y. Iltimos, davay hammamiz baqiramiz. Bo'ldi, tinchlaninglar. Yo'q, hech qanday portal yo'q. Uxlaymiz bo'ldi. Endi esa ketdik bo'ldi. Bo'ldi, men qana ko'rsaman, hech qanday portal yo'q bo'lsa, endi qanday to'g'risini aytsam bo'ladi? Nima qilsam bo'ladi? Hozir xonagamiz, uzr so'rayman. Hozir chiqib ketaman. Ular qancha o'zi? Yo-moyo, buncha ko'p qishloqlar. Endi nima qilaman? Qaranglar, shuncha odam. Anu qishloqqa men qarab Qishloqlar, kapot tepada. sekin sezib qolishdi. Afsus. Sekin pastga tushishimiz kerak. Sekin, sekin ishni ochamiz. Короче, qishloqlar, to'g'risini aytish vaqti keldi. Короче, qochib turinglar. Короче, hech qanday portal yo'q. Hammasini uyushtirganman, yolg'on gapirman. Просто bu portal kirishdan qo'rqgan edim. Meni eshitmayapsizlarmi? Menda hech narsa yo'q deyapman. Menda hech qanday portal yo'q. Bo'ldi, qishloqlar, to'xtanglar. Bo'pti, biz senga ishonamiz. Faqat tekshirib ko'raylik, yo'qmi, bormi? Xo'p, mana hozir ochaman. Mana hech qanday portal yo'q. Hamma yerda qidirib chiqinglar, hamma yo'llarda qidiringlar. Men sizlarga prosta ko'rishinglarga aytdim, hech qayerga chuqurlamanglar, yo'qolinglar hammanglar. Hamma joylarni tintib chiqinglar, qayerdadir bu. Bo'ldi, hamma yerda yo'q qilyapsizlar, hamma yerda tintib chiqing, hamma yerda chachyapsizlar, yo'qolinglar, hamma yo'qolsin. Yo'qolib bo'ldi, endi uxlayman bo'ldi. Endi kirishinglar umuman mumkin emas. Aha, demak portal bor. Qayerda portal? Ko'rsat bizga. Menda hech qanday portal yo'q. Hammanglar ketinglar, yo'qolinglar. Hozir menda hech qanday portal yo'q deyapman-ku, nimalar? Tinchlaninglar bo'ldi. Bo'ldi o'zim. Bo'ldi, hech qanday portal yo'q menda. Men eshik yopaman bo'ldi, tezroq uxlash. Bo'ldi, qanaqasi ishonishmayapti. Menda hech qanday portal yo'q deyapman. Yo'q, qanday yo'q narsani ko'rsataman. Hozir kirgizsam hamma nimalar qilyapsizlar? Ko'rsata qol portalni. To'xtanglar, iltimos, bo'ldi, sekin. Bu yerdan kirmanglar, kirmanglar. Bo'ldi, endi nima qilaman? Qanaqasi yo'q narsani ko'rsataman. To'xtanglar, menda zo'r ideya bor. Bo'ldi. To'xtanglar, bo'ldi, qishloqlar, to'xtanglar. Menda portal bor. Men sizlarga ko'rsataman portalni, albatta. Men bilgandim. Bildik. Ko'rsataman, faqat 10 minutlardan keyin. Xo'p, agar 10 minutdan keyin chiqmasa, yana baqirishni boshlayman. Xo'p. Hozir bo'ldi, chiqinglar. Ketinglar, bu mayli, bular ketishmaydi baribir hozir. Hozir biz sekingina sundug'imizni olamiz. Sundukdan mana bu eshikni olamiz. Sekingina eshikni yaxshi bo'ldi. Endi esa mana buni olamiz. Короче, bu nima desanglar, kraska, короче, kraskama portal qilib qo'yamiz. Qani davom bo'ldi. Qishloqlar bo'lmasa menga ishonishmayapti umuman. Bo'lmasam yolg'on gapiramiz. Bo'lmasam portal qanaqa bo'lardi? Shunaqa rang qilamiz. Keyin esa mana bunday aylana qilamiz. Mana bunday va bo'ldi. Xuddi shunaqa bo'ladi. Keyin bu yoqqa ham xuddi shunaqa qo'yib chiqamiz. Mana va endi esa mana bunday aylantiramiz. Mana chotki-potki. Endi esa chiroyli chiqdi. Yaxshi. Joyiga qo'yib qo'yamiz. Bo'ldi, keraksiz narsalar. Endi esa mana buni qo'yib qo'yamiz joyiga va endi esa kirsak bo'ladi. Bo'ldi. Bo'ldi, qishloqlar, kiraveringlar. Bo'ldi, men endi ko'rsata qo'y portalingga tezroq. Men sizlarga ko'rsataman, faqat sekinlik bilan bittalab kiringlar. Bu juda ham ehtiyot bo'lish kerak, juda ham xatarli portal o'zi ham. Sekingina kiraveringlar. Mana portal sekinroq. Juda xo'p, chiroyli ekan. Vau, rosta ham ishlaydimi o'zi?
Kiravermanglar, ish topinglar. Bu juda ham kerakli narsa menga. Va biz ko'rdik, rostdan ham bor ekan. Ha, rostdan ham bor ekan, robot kapot. Xo'p, mana ko'rdinglar. Hozir teleportni bitta bo'g'ib kelyapti-yu, mayli, sen prosta ko'rsatmoqchi eding, bo'ldi. Mayli, nima bo'lsa ham ishonding, bo'pti. Mayli, rahmat kapot ko'rsatganing uchun. Bo'ldi, ketdik qishloqlar. Bu yerda qoladigan narsamiz ham qolmadi, ketdik endi. Va nihoyat ketishdi, va nihoyat. Bola o'ziyam. Bu esa buni ichiga kira ham bo'lmaydi. Axir bu oddiy chizilgan narsa. O'ziyam. Qishloqlarga hozir kechqurungacha meni boshim og'rib chiqardi, uxlamasdim ham. O'ziyam bo'ldi. Yaxshiyam qutulib qoldim o'ziyam. Bo'ldi endi esa. Uxlash kerakman. Nimaga kirib bo'lmayapti? Patal kirib bo'lmayapti-yu, nimaga?